Bularni ochib qo'yganmiz. Umuman tutunni hidi ham chiqmaydi, shamolni bir tenga olmaydi. Shamol kelsa ham umuman tutun qaytarmaydi, xudo xolasa. Xizmat bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mo'ri zigzagga o'chib ketgan. Yo'q, yaxshi, zamonda. Bebeklar yaxshi. Xizmatlar ma'qulmi aka? Ma'qul. Bularni ko'rdim. Mana yaxshi istayapti. Zo'r. Yaxshi, zo'r. Yeriyadi ham ko'chak. Hurmatli obunachilar, mana navbatdagi kam pechkamiz Namangan viloyati Norin tumaniga Toshqin qishlog'iga o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xizmatlar vodiy bo'ylab. Videoga like bosib, kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lasizlar. Mana ustagan uy egalari. Xizmatlar ma'qulmi aka? Ma'qul. Xudo xolasa. Inshaalloh. Mana yoqib, sinab berdik. 1.5lik pechkamiz. 3.5 ga 5 xonalar, ikkitasini bemalol isitaveradi. Yoqsalar albatta. Mashina ochiq tursa ham tutamizmi? Mana og'izlarini ochib qo'yganmiz. Umuman tutunni hidi ham chiqmaydi, shamolni bir tenga olmaydi. Shamol kelsa ham umuman tutun qaytarmaydi, xudo xolasa. Old tarafi oldida 1.5likda. Bitta oldida, bitta orqada xurka bo'ladi. Mana oldida lazerda kesilgan. Xizmat bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mo'ri zigzagga o'chib ketgan. Mana orqa taraflarini ko'rsatib o'tamiz. Orqa tarafga o'ziga xos, o'ziga mos xizmat bo'lsa, aloqaga bemalol chiqaverasizlar. Chotki. Xizmatlar vodiy bo'ladi. Like bosishdan chiqadi.